O'zbekiston Yandex taksilarining ahvolini ko'ringlar. Chegara post taksilari musofir ballar kelsa, yarim yo'lda to'xtatib, urib pullarini tortib olyapti ekan. Mana. Пусть придет нахуй он, или заберет нахуй, понял? Я его выберу, ебать выберу нахуй. Ты увидишь сейчас нахуй. Охуевший нахуй. Я 100 раз объяснил, я сейчас скажу. Нормально выберу нахуй, если не надо. Нормально номер, скана телефонuna kelgandi. Priskalasanmi, pristolkalasanmi, kutingiz skana qarab. Otimni boshqa qo'yaman, men senga andonni siklasan. Sen kelib olib ketasan. Tojik ehtiyot mashin az через O'zbekiston omadetku. Men Froyton Xudaton uverini boshlayib beyton. Taksiya dida, normalniy taksi xati beyton, ehtiyot shayton, salomatiton ba, in qushda ham epartodda. Ana videoni ko'rdingizlar. Endi qanchalik rost, qanchalik yolg'on narsani bilmayman. Mana bu bo'lgan holatda iminda. Bo'lgan holat haqiqatan ham shunaqa narsalar bor. Men bilaman bu narsani. Bor, bunaqa noinsoflar bor. Yo'q emas, bor. Shuning uchun hozir Tojikiston blogerlari hamma ana shu videolarni через O'zbekiston bormanglar, borsangiz ham ehtiyot bo'linglar, tuda deb anavi qilib, shunaqa bir mafyozniy, anavi Yandex mafyozniy bo'lib ketyapti. Shunaqa anavga tiqib qo'yapti. Anavi qanday tushunsiz? Shunaqa holatda tushib qolamiz. Как будто biz bandit bizlar. Bitta noinsofni deb ves taksichilarni shunaqa deb o'ylaydi. Realno shunaqa deb o'ylaydi. Chunki boshimda o'tgan narsa. Qozog'istonda ham shunaqa edi. Cherniyevkada Rossiyadan pulim yo'q edi. Anavi bilan samolyotga kelishga. Kelayotganimda pasportlarimizni olib Cherniyevkaga. Bo'lgan holat bu. Bo'lgan. Ular sana o'yinga kelgani yo'q. Ular Rossiyaga borib, Rossiyadan o'tib perisadka qilib, O'zbekistonga kelib, O'zbekistondan Oybekka o'tib, dachga ketish kerak, bolasini boqish kerak, u maqsadga yotdi. Sen uni pulini tortib olasan, kimsan? Shunaqa ham zo'rmisan? Mana Toshkentda yuribmiz, enasimsan. Mana Toshkentda yuribmiz, mana. Kel, bizlardan so'ra. Bizlardan talab qil, shunaqa ham zo'rmisan? Nima qilasan chet eldan kelgan mehmonlarga yo'qshur? Senga yozilganmi? Payandik dogovor bo'libdimi? Lavz, musulmon lavzi bilan musulmonni. Lavsiz emas, lavzi bilan. Lavzing bo'lmasa shu luqmani boqasanmi sen borib? Bolalaringga ovqat berasanmi shuni? Haromki bo'lsan u shuni. Sen u norozi bo'lib beradi pulni, sen borib boqasan bolangni. Yo'lda yurasan, avariya bo'lib o'lib ketasan. Odammisan? Shunaqa odam qiladimi shunaqa narsalar? Noinsof. Uyat senga. Xalqi tojik, men baxshish uzr mepursam, amin Yandex zakaz karda tomi, amin taksisto, men uzr mepursam. Radnoyo, men xudam uzr mepursam. Ming bor uzr. Radnoyo, ming bor uzr, что да xalqimon hamma odam hay. Men nes namegam radnoyo. Da har yak millat meshadi odam. Men uzr mepursam. Anomi o'zbek xalqash, men uzr mepursam. O'zbekiston azburi shimol daraz pastayani 24 soat sho'da giradnoyo. Sog' salomat bo'sh eton. Mana kecha bo'lgan holat, kecha Samarqandga, Toshkentdan Samarqandgacha 150 ming so'mga gaplashib, larz berib, okajon jonim aka olib ketaman deb bola mashinaga o'tkazib qo'ydi. U yerga borgangacha mehmondan 200 ming so'm pulni olibdi. Erkakmisan? Erkak, men shokdaman-da. Shunaqa erkak bo'ladi. Larz, qani larz erkak? Shashton kiyma, ko'ylak kiy bu. Senga yarashadi. Shunaqa birovning haqqini yeyish odamlarga jo'natib qo'yinglar. Birovning haqqini yemanglar. Oxiratda javob berasizlar. U nima u 50 ming so'm, 100 ming so'm. Sizlar yeysizlar shu narsa, ballaringga bersizlar. Harom bu narsa. Sizlar uchun harom bo'lish kerak bu narsa. Uyalinglar bor, uyat. Ming la'nat bunaqa odamlarga. Ming la'nat.